Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda umuman telefon orqali firibgarlikni turfa xil turlari chiqib ketdi. Sir emas bugun endi hech kimga. Shaxsan meni hayotimda ham shunday voqealar ro'y berdi. Qaytib tushib bo'lmaydigan nomerlardan telefon qilishib, siz nomingizga kredit olinyapti yoki biz ekologiya vazirligidanmiz. Xullas, eng qizig'i rus tilida gapirishadi, o'zbekchaga uncha tillari ham kelmaydi. Ana shunaqa holatlarda darhol shu narsaga ishonib qolmasdan, to'xtang, men bir qator sizga qaytarib telefon qilaman deganingizda ma'lum bo'ladi o'sha odamlarni telefoniga tusha olmaganingizda. Men bugun butun yurtdoshlarimizni mana shunday yolg'onchilarga, firibgarlarga aldanib qolmasdan, kuyib qolmasliklari uchun ana shunday vaziyatlarda hech qachon shoshilmasdan, darhol javob bermasdan, kerak bo'lsa o'chirib qo'yib turib, shuni aniqlik kiritib, tegishli organlarga murojaat qilishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Chunki har birimiz bir-birimiz uchun qadrlimiz azizlar. Kiber tahdidlardan ogoh bo'ling azizlar.